$386 dollardan mana shu kottejlarni sotuvga chiqardik desa ishonasizlarmi? Ishonmasligingiz mumkin. Toshkent shahar O'rizor mahallaga kelganmiz. Akalar, Lager mahallasi hamma biladi. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Qaranglar, mahallamizni ko'rishingiz mumkin. Fayzli mahalla, hammasi dangillama, zodagonlarni uchastkasi bo'lyapti. O'zi ko'chaga borib qo'rqib kirdim boru. Qaranglar akalar, mana shu turgan joyimizda polniy asfalt bo'ladi. 8 ta kottejdan iborat bo'ladi. Fasadiga bitta baho berib qo'yasizlar. Romlari Engelberg termo romlardan qo'yilgan, ikkita oynali bo'ladi. Qalinligi 8 ta kottejdan 1 2 3 4 5 6 mana bu yon tarafida yana ikkita kottej bo'ladi. Akalar, buni yana bitta tomonini aytib o'taman. Aytib o'tgandek, asfalt bo'ladi. Har bitta xonadonimizning eshik tagiga chiroyli qilib, teshi burchatkali nimalardan yotqizishadi. Zeleniy zona o'tli o'sib turadi. Qaranglar, mana bu yon tarafimizda har bitta kottejimizning o'zini alohida parkovkasi bo'ladi. Akalar, mana bu yon tarafda ko'rishingiz mumkin, archalari ekilgan. Har bitta archaning oralig'i 4 metrdan bo'ldi. Bitta mashina sig'adi, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Mana bu yon tarafda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Akalar, 8 ta kottejga 8 ta parkovkali joy bo'ladi. Mana mana shundan bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Bu yerda akalar, landshaftniy zona, детский площадка, parkovka, xo'p, yana nima? Besedkalargacha qo'yilar ekan, yana mangalniy zonalargacha ham qo'yilar ekan-da. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana atrofi polniy o'raladi. Mana bu yon tarafda burchakda yana 2 ta kottejimiz joylashgan va mana bu yon tarafda ham 2 ta kottejimiz joylashgan. Shunda hammasi 8 ta kottej bo'ldi. Har bittasi akalar planirovkalari bir xil 360 kvadrat metr bo'ladi. Har bittasi 4 ta urovli yaxlit podvoliga ega. Har bittasini alohida o'zini yaxlit podvoli bor, xonalariga ajratilgan. Shunda 4 ta urovli bo'ldi. 4-urovni ko'rsatavering, hurmatli operator, katta romga joy tashlab ketilgan. U yerda ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Akalar, 360 kvadrat metr. Endi ichkari kiramiz. To'liq obzorini qilib beraman. Ketdi. Akalar, yana bitta bonusiga sizlarga videoni oxiriga desert olib qo'yganman. Nima deb o'ylashingiz mumkin? Videoni oxirida aytaman. Bak ishini balandligini qaranglar. Bismillah. Xonadonimizga kirib kelar ekanmiz. Akalar, kichkina koridor, mana bu tarafda tashqariga qaragan panoramli oynasiga ega bo'lgan katta oshxona bo'ladi. Birinchi qavatimizning sanuzeli. Xo'p, dash yurib kelar ekanmiz, zinapoyimiz bo'lib, ikkinchi qavatga chiqamiz. Birinchi qavatimizning katta mehmonxonasi bo'ladi. Mana bu tarafda ham katta panoramli Engelberg romlardan qo'yilgan. Buni qalinligi ikkita oynali bo'ladi. Akalar, mana bu qaranglar. Ko'rasizlarmi? Kattaligini ko'rasizlar, bemalol havo aylanadi. Orqa hovlida ham joy tashab ketilgan, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham sharoitlar qilib, qanaqadir letniy oshxona qo'rasini yoki mana bitta maza qilib, ana mangalniy zona qilasizmi, alohida endi unisini o'zingizlar определить qilib olasizlar. Akalar, har bitta xonadonimizni, ya'ni kottejimizni podvoli yaxlit xonalarga ajratilgan dedim-ku, podvolga mana mashitdan tushib ketiladi. Endi ko'rsatib o'tirmayman, sababi qorong'i. Yana bitta tomonini aytaman, akalar, podvolni mana shu yoqgacha qilishibdi-da, joy egalari. Gap bo'lishi mumkin emas, ya'ni mana shu joyimizdan ham tegi podvol alohida kladovka qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Joydan muammo yo'q. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bismillah, ikkinchi qavatga chiqib kelar ekanmiz. Katta koridor bu yerda ham. Bu yoqda birinchi xonamiz bo'ladi. Tashqariga qaragan romlari bor. Patolog razmeri yomon emas, 3 metrdan aniq baland. Mana bu tarafda yana bitta xonamiz. Mana bu ikkinchi qavatimizning sanuzeli. Xo'p, mana bu tarafimizda yana ikkita sanuzel. Xohlasiz bittasini sanuzel qiling-da, bittasini garderob qo'ying. Mana bu yoni kattagina родительский spalni qilsangiz ham bo'ladi. Ko'rasizlar, toza pishgan g'ishtdan qurilgan. Akalar, 4-qavatga chiqa olmaymiz, sababi mana bu zina hali qilinmagan. Zinasini o'zingizlar qilib olasizlar. Akalar, 4-qavatga ham chiqib, bemalol sharoit qo'ysanglar bo'ladi. U yerda ham katta romlari bo'ladi. Akalar, bemalol havo aylanishiga ham hamma sharoiti bo'ladi. Akalar, 8 ta kottejimizning bittasini obzorini ko'rsatdim. Har bittasi aytib o'tgandek bir sotuvdan qurilgan. Videoni boshida aytdim, desertiga sizlarga bitta kottejimizni ancha arzon narxga topib qo'yganman. Qaranglar, kelinglar. Mana mashinasini